Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatayotgan azizlar, bozor uchun kirgani Makka shahrida Kakiya bozoriga kelsanglar, 124-do'kon bor. Mana shu bolalar ikkinchi etajda. Shu bolalar inshaalloh kutib oladi. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Biz Kakiya bozor, Obton bozorida ikkinchi magazinda turibman. 124 magazinchi nomeringizni shunaqa bo'ladi. Bu yerda kelasiz, meni tanish bo'qitsiz, arzon qilib beramiz ekan. Men nomimdan kelsa-chi? Mani Saidjon akam dis kelsa, bundan ham arzon bo'ladi. Mendan shundan ham arzon beramiz. Hozir vaqtimda kelgan paytimda o'zbeklar bo'lganlarda bundan arzon sotyapman. Nima uchun? Saidjon kelgan uchun. Kam bo'lmaydi. Shuning uchun meni nomimdan kelsanglar, shu bola kutib oladi. İnşallah hamma narsani inshaalloh arzon qilib beradi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.